Bir dada muhabbet haqida qizig'i nasihat qilib mundaq deydi. Ba'zi kishilar sizga mos keladi, biroq sizni so'ymaydi. Ba'zi kishilar sizni so'yadi, biroq sizga mos kelmaydi. Uning sizni so'ydigan, so'ymaydiganligini bilmoqchi bo'lsangiz, anglag'anlaringizga emas, ko'rganlaringizga ishoning. Uning siz uchun to'lagan badaliga qarang. Uning sizga mos keladigan, kelmaydiganligini bilmoqchi bo'lsangiz, uningdan hech nimani so'ramang. O'zingizning kulgisi va ko'z yoshingizni so'rang. Shuning uchun qizim, unutib qolmang, tanlash hammadan muhim. Yana shu esingizda bo'lsin, turmush davomida baxtli bo'laman deydigansiz, avval siz baxtni his qildiring. Mana bu har bir dadaning o'z qiziga bo'lgan chin hissiyoti.